Xo'p, agarda menga shu maslahatlarni 20 yoshligimda eshitganimda 5 yil yoki kamida 10 yil hayotimda saqlab qolgan bo'lardim. Hozir sizlarga xuddi o'zimga 20 yoshligimga qaytib, balki 18 yoshimga qanday maslahatlarni eshitishni xohlagan bo'lgan fikrlarim bilan bo'lishaman. Bu videoni oxirigacha ko'rsanglar, katta ehtimol bilan o'zi bu hayotda biznes ochishinglar kerakmi, yo'qmi? Biznesdan tashqari qanday yo'llar bor, qanday boshqa sohalar bor. O'sha narsalarni ham bilib olasizlar. Eng muhim va birinchi maslahatim bu 20 yosh bo'lganimda o'zimga o'zim birinchi bo'lib qaysi sohada ishlashimni aniqlash bo'lardi. Birinchi bo'lib o'zimga o'zim savol berardim. O'tirib, qaysi biznes sohada yoki o'zi qaysi sohada men o'zimni 10 yil, 20 yil, 30 yil vaqtimni shunga ajratmoqchiman. Har xil sohalar bor, meditsina bor, IT yo'nalishlari bor. Sizga qaysi biri yoqadigan sohani tanlashingiz kerak. Va o'sha sizga yoqqan sohada siz keyinchalik biznesingizni ham ochishingiz bo'ladi. Misol, sizga yoqadi kompyuter o'yinlarini o'ynash. Keyinchalik siz shu kompyuter o'yinlarini o'ynaydigan qanaqadir kompyuter klubini ochishingiz mumkin yoki qandaydir shu kompyuter o'yinlariga aloqador o'yin yaratishingiz mumkin. Shu yo'nalishda keyinchalik biznesingiz bo'ladi. Birinchi o'rinda shu o'zingizga yoqadigan biznes soha, o'sha qandaydir sohani tanlash. Biznes demasangiz ham o'sha sohani o'zi sizga yoqadimi, yo'qmi? Misol, men o'zimga o'zim savol beraman. 5 yildan keyin shu ishni bepul qilishga tayyormanmi, yo'qmi? Agar 5 yildan keyin shu ishni bepul qilishga tayyor bo'lsam, bu meni o'zimga yoqadigan ishim. Sizga yoqadigan ish bilan shug'ullanmasangiz, katta ehtimol bilan sizda kuch ham bo'lmaydi, motivatsiya ham bo'lmaydi, har doim dankasa bo'lib, dankasalik paydo bo'lib qilmaysiz, tashlab qo'yaverasiz. Shuning uchun o'zingizga yoqadigan ishdan tanlash. Qanday qilib topaman o'zimga yoqadigan ishni desangiz, men 20 yosh bo'lib qolganimda yoki oldinga qaytib qolganimda hamma narsani qilib ko'rgan bo'lardim. Birinma-ketin buni ketma-ket qilib ko'rgan bo'lardim. Yoki qilayotganlaridan so'ragan bo'lardim. Qanaqa bo'lyapti, yoqyaptimi senga, yo'qmi? Lekin o'zingiz qilib ko'rmaguningizgacha siz baribir tushunmaysiz. Sizga yoqadigan, sizniki bu yo'qligini. Bu birinchisi. Bo'ldi, aniqladingiz. Bitta yo'nalishni tanladingiz. Men dedingiz, IT yo'nalishida yoki men bu yo'nalishida o'zimni sinab ko'rmoqchiman dedingiz. Ikkinchi, men qiladigan ishim qanday bo'lardi? Shu soha ichida anchadan beri ishlab kelayotgan yoki-da tadbirkorlik faoliyatini olib kelayotgan yoki qandaydir o'z biznesi bor bo'lgan insonga ishga kirgan bo'lardim. Kim bo'lib eng zo'r, mana eslab qolinglar, eng zo'r o'rganadigan yo'nalish bu o'sha insonni yonida o'ng qo'li bo'lib ishga kirish. O'ng qo'li deganda yordamchisi bo'lib. Bu juda ham tez o'rganish usuli. Mana u kimdan qandaydir bilim o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'sha insonning qo'liga shogird emas, o'sha o'ng qo'li bo'lib tushsangiz, bu degani nima degani? U sizga qandaydir vazifalarni beradi. Qandaydir kichik vazifalarni beradi va birga bir siz bilan har doim muloqotda bo'ladi. Boshqa xodim bo'lib ishga kirsangiz, katta ehtimol bilan siz biznes egasi bilan gaplashmasligi ehtimolingiz katta bo'ladi. Ikkinchisi, mana shu bitta biznes yo'nalish tanladingiz. Misol, men o'zim orqaga qaytib qolsam, qaysi yo'nalishni tanlagan bo'lardim? Tasavvur qilaylik, onlayn savdoni tanladim. Bo'ldi. Onlayn savdo qilmoqchiman, uzun marketda yoki-da Instagramda qayerdadir shu onlayn savdo qilish usulini, yo'lini tanladim. Yoki boshqa biznesdan tanlashim mumkin edi, sizlarga oson bo'lishi uchun aytmoqman. Shu yo'nalishni tanladim va ana endi men nima qilaman? Shu onlayn biznesi bor bo'lgan tadbirkorlarni izlayman. Kim uje 5 yil, 6 yil, 10 yil oldin shu onlayn biznes yo'nalishida men xohlagan maqsadlarga erishgan degan savolga javob izlab topaman. Bir 10 tacha odam, 15 tacha odam topib, har birini o'rganib chiqib, o'sha insonlarga taklif yozib chiqaman yoki ishxonasiga borib yoki o'ziga va hokazo. 10 tadan har doim konversiya bo'ladi. Hammasi ham sizni ishga olmaydi. O'rtacha ikkitasi olsa ham, ikkalovidan sizga ko'proq ma'qul kelganini tanlab, o'sha insonning yoniga kirib, o'ng qo'li bo'lib ishlab yurgan bo'lardim, taxminan 1 yil yoki balki 6 oy ham yetadi agar tez o'rgansangiz. Ikkinchi, mana sizga maslahatim. Bo'ldi, uni o'rgandingiz, 1 yil vaqtingiz o'tdi. 1 yil vaqt o'tganidan keyin siz nima qilishingiz mumkin? O'sha yo'nalishda o'sha inson bilan qandaydir biznes boshlashingiz mumkin. Misol aytishingiz mumkin. Qarang, men bu yo'nalishni tushundim, mana bu yo'nalishda biznes ochmoqchiman. Agar xohlasangiz, meni hamkorim bo'ling, investorim bo'ling, ustozim bo'ling deyishingiz mumkin. Yonida 1 yil ishlab yurib, u sizni qanday o'sha iqtidori borligingizni ko'rgan inson hech qachon siz bilan yo'q, men ishlamayman demaydi. 50-50 yoki 60-40 yoki 70-30 qilib siz bilan shu inson o'z hissasini qo'shib yoki pul sarmoya qilib yoki o'z bilimini sarmoya qilib siz bilan ishlagisi keladi. Uchinchi qadamingiz o'sha o'rganganingizdan so'ng o'sha o'zingizni o'sha yo'nalishda biznes qilish. Mana bir xilla bor, hayotini 3 yil, 5 yil, 10 yil vaqtini qayergadir o'sha sarflab qo'yib bo'lgan. Misol, 5 yil avtomexanik bo'lib ishlagan, mashinalarning remontini tushunadi.
yoki 5 yil avto emas, elektrik bo'lib ishlagan, shu uylarni elektrik xizmatini qilgan, yoki uy remontini qilgan, ofitsiant bo'lib ishlagan, parixmaker bo'lib ishlagan, manikyur, pedikyur farqi yo'q. Qaysidir sohada agarda sizda 1000 soat tajribangiz bo'lsa, bo'ldi, siz shu yo'nalishda biznes ochishingiz bo'ladi. Bir xil menga aytadi, mana bu meni sizga уже qaysi biznes soha ochish 3-maslahatimga kirib ketadi. 3-maslahatim, o'zingizda nimada tajriba bo'lsa, o'sha yo'nalishda biznes ochish. Masalan, siz remont bilan shug'ullandingiz 5 yil. Remontda tajribangiz ancha katta, lekin siz kimnidir qo'lida ishladingiz yoki bilmadim, dizaynersiz, kimnidir qo'lida ishladingiz yoki siz targetologsiz, kimnidir targetologlik firmasida ishladingiz. Va hokazo. Xullas, siz vaqtingiz o'sha tajriba orttirgansiz. Endi o'sha tajribangizda siz biznes boshlashingiz mumkin. Misol, targetolog xizmatini ko'rsatadigan firma. 3-4 ta targetolog, 2-bitta targetolog ishga olasiz va 5-6 ta boshqa shu korxonalarga targetolog xizmatlarini sotib, misol, o'rtacha $500 dan sotsangiz, 10 ta kompaniyani olsangiz $5000 sizga oyma-oy tushum bo'ladi. Uni $5000 ni siz targetologingizga misol $1000 oylik to'lashingiz mumkin. Bir oylik $1000 juda zo'r oylik. Yana $500 reklama xarajatlari, soliqlar va hokazoni ayirib tashlasangiz, yana $1000 ketsin, mayli. $3000 sizga foyda qolishi kerak. Bu o'zingizni hozirgi bor bo'lgan biznesingizdan pul ishlashingiz mumkin. Endi agar sizda umuman tajribangiz yo'q bo'lsa, bir xili bor, umuman tajribasi yo'q. Masalan, men umuman hech qanaqa biznes qilmaganman, hali 18 yoshman, hayotimda birinchi marta nima qilmoqchiman. Siz birinchi maslahatga qaytib, shu nimadadir tajriba orttirishingiz kerak. Nima sizga yoqadi, nimani yoqtirasiz, nima qiziqasiz. Ishonavering, menga har bir sohada biznes qilsa bo'ladi keyinchalik. Farqi yo'q. Mana bir xili bor, PUBG o'yinini o'ynaydi, даже kibersport biznesini qilsangiz bo'ladi. Qanday qilib? PUBG o'ynab yurgan bo'lsangiz, siz o'sha jamoa qilishingiz mumkin yoki qandaydir o'shanga aloqador nimadir olib sotish yo'lga qo'yishingiz mumkin. Yoki shu 5 ta jamoa odam yig'ib, 4 ta odam yig'ib, qandaydir o'sha musobaqalarga chiqishingiz mumkin. Yoki shunaqa musobaqalar uyushtirishingiz mumkin. 20 ta 30 ta jamoa keladi, musobaqa uyushtirasiz, hammasiga pul to'lab kiradi, yutganlari 1-2-3 sovg'asini berib. Xullas, любой yo'nalishda siz biznes qilsangiz bo'ladi. Boshlanishi eng muhimi o'sha yo'nalishda bilib olish, ichida nima muhim, odamlarga nima kerak emas, shu narsalarni aniqlab olish. Birinchisi nima qilish kerakligini aniqlab oldingiz. Agar o'sha sizda nima qilish anoningiz bo'lsa, o'sha tajribangiz bo'lsa, 3-maslahatimga qaytasiz va 3-maslahatimdan kelib chiqib, o'zingizni hozirgacha o'sha yig'gan tajribangizni o'sha pullasangiz bo'ladi. Va 2-maslahatim boya aytganimdek, o'zingizga shu yo'nalishni bosib o'tgan ustoz, qandaydir tadbirkor topish, agar shu tadbirkorlik yo'nalishini tanlasangiz. Bo'ldi, shu 3 ta maslahat. Undan so'ng 20 yoshligimga qaytib qolsam, yana nimani maslahat bergan bo'lardim? Atrof muhitingiz qanchalik muhimligini e'tiborga olishingiz kerakligini. 4-inchisi bu atrof muhit. Chunki atrof muhitingizda qanday insonlar bo'lsa, shunday insonlarni o'rtasi bo'lishga intiladi odam. Misol, tasavvur qilaylik, mayli daromad taraflama hisoblaylik. Daromad taraflama, agar atrofingizda misol 10 ta eng yaqin gaplashadigan insonlaringiz bor. Ota-onani hisobga olmaganda, endi ota-onangiz baribir sizni oilangiz. Boshqa ko'chada shunday vaqt o'tkazishingizda 10 ta odam. 10 ta odamdan tasavvur qilaylik, 5 tasi oyiga $1000 dan pul ishlaydi, $5000, $1000. Qolgan 5 tasi $2000 dan pul ishlaydi. O'shanda sizni miyangizda o'rtacha $1500 pul ishlashga intilish bu normal holat bo'ladi. Agar siz 1000 bilan 2000 orasida bo'lsangiz. Lekin atrofingizda $100 5 tasi ishlasa va yana 5 tasi $200 dan ishlasa, sizni miyangizda o'rtacha bu $100-200 ishlasam normal holat ekan, $300-400 ishlasam, men eng zo'r hisoblaysiz. Shuning uchun men daromadda misol qilib keltirdim, chunki juda oson. Atrof muhitga odam qarab, o'shani o'rtasi bo'lishga intiladi. Shuning uchun sizga mana maslahatim, maqsadingizga bog'liq. Endi maqsadingiz har xil. Tadqiqot o'tkazishgan Amerikada odamlar, olimlar nima qilishgan? Ular o'sha atrofida misol 4 yil o'qigan o'qishida hamma odamlarni yig'ishganda o'sha maqsadlari nima? Shu 4 yil o'qiyotgan insonlarning maqsadlarini so'rashgan. 90% atrofidagi maqsadlari nima bo'lgan? Shu qaysidir ishga kirib, oyiga $5000-10 ming ishga kirsam zo'r bo'lardi deb shu 4 yil davomida shu maqsad sari intilib yashagan, o'qigan. Va mana shu do'stlari juda aqlli insonlar bo'lgan, o'sha o'qish ichida biznes fakultetlarida ham qaysidir birlari o'zini biznesini ochishini o'rniga unaqa maqsad bo'lmaganligi sababli atrofidagilari qanday maqsadi bo'lsa, xuddi shu maqsadni qo'yib, shunaqa qilib qaysidir oylik korxonaga ishga kirib, baland oyliklarga kirib ishlashgan. Buni даже meni bitta o'rtog'im ham bor, isboti Amerikada o'zi o'qib kelgan, 5 yil keyin Qozog'istonlik bola Astana shahriga kelib, o'sha katta korxonaga ishga kirib,
ishlagan. Nimaga men hozir tadbirkor, katta tadbirkor, oyiga 1 milliard, 2 milliard aylanma qiladi. O'zbekistonda bizneslari bor. So'rayman, nimaga o'sha vaqtda o'qishdan kelib, sразу o'z biznesingni boshlamagansan? 5 yil, 6 yil oylik ishga ishlagansan. Oyligi yaxshi to'lagan unga, $2000, $3000 pul ishlagan. Lekin nimaga shu biznes qilgin kelganu, lekin qilmagansan desam, shu meni atrofimda nechta odam bo'lgan bo'lsa, yoshligimdan 99% hammasi shu qaysidir joyga qandaydir inson bo'lib ishga kirish maqsadini qo'yishgan. Men ham xuddi shunday maqsad qo'yganman. Kimdir prokuror bo'laman degan, kimdir advokat bo'laman, kimdir artist bo'laman degan, kimdir shu atrofimdagilar nima degan bo'lsa, men ham shunaqa maqsad qo'yib, shu maqsadga erishganman. Bundan boshqacha tadbirkorlik biznesini qilamiz deganlar bo'lmagan atrofimda. Agar 99% atrofimdagilar hammasi startap qilaman, biznes ochaman deganida men ham o'zimni biznesimni boshlagan bo'lardim deb aytgan. Mana Amerikada startaplar ko'p qilinadigan Kremniy dolina degan joy bor. Odamlar o'qiydi, o'qish jarayonida startap qiladi. То есть ularning maqsadi, o'sha o'qishda o'qiyotgan talabalarning maqsadi startap qilib, buni nechidir million dollarga baholab sotish. 10, 20 million, 100 million dollar qilib sotish. Hammaning maqsadi bitta. Biz o'qiyotganlar qanday qilib qayerga ishga kirish o'ylamaydi. Hammasi har kuni har xil yo'nalishlarda startap yaratadi. Startap bu endi noldan boshlangan, hali odamlarga kerakmi, kerak emasligini aniqlanmagan biznes yo'nalish startap deyiladi. Xo'p, keyingi mana shu maslahatim sizlarga atrof muhitinglarni shunaqa qilinglarki, o'zingizlarni o'sha qo'ygan maqsadingizlarga erishishga yordam beradigan hamfikrlar bilan o'ranglar. Shunaqa odamlar bilan ko'proq tanishinglar. Qayerdan topaman deb o'ylashingiz mumkin. Har xil treninglar bo'ladi, seminarlar bo'ladi, har xil tadbirlar bo'ladi. Ana shu tadbirlarga ular ham kelishadi. Siz o'sha qiziqqan yo'nalishingizda tadbir bo'lsa, pul ayamasdan to'lab boring. Tadbirlarga borganingizda o'sha yerga sizga o'xshagan boshqa hamfikrlar keladi va o'sha yerda siz shunaqa insonlar bilan tanishishingiz mumkin. Men o'ylayman, oxirgisi bugungi kunda maslahatim, bo'lsa juda ko'p ma'lumotlar berib yuboryapman. Keyingi videolarga qoldiramiz qolgan ma'lumotlarni. 4-sini aytdim, 5-si va oxirgisi bu atrof muhitdan keyingisi bu o'sha atrof muhitni yaratish uchun networking bilimi. Networking bilimi bu nima? Bu bir xillarda tug'ma qobiliyat bo'ladi deyshadi. Bir xillar bu qobiliyatni hayoti davomida o'rganib shakllantiradi deb aytishadi. U ham bu ham, u fikrga ham bu fikrga ham qo'shilaman. Bir xillar tug'ma qobiliyatli bo'ladi, shunda oson umumiy til topib keta oladi, kimlardir bilan gaplashib keta oladi, do'stlashib keta oladi, juda tez va qisqa vaqtda. Bir xillar bor, unaqa qilish qobiliyati yo'q, uyaladi yoki borib gapirib, yangi tanishuv qilish soni kam bo'ladi. Buni ham xuddi boyagi aytgandek, Garvard, adashmasam Garvardda o'sha olimlar boyagidek tadqiqot o'tkazishganida, Garvardni 4 yil yoki o'sha 5 yil o'qib bitiruvchilarini qarashganida, muvaffaqiyatga erishgan, erishmaganlarni hisoblashganda, ana shu muvaffaqiyatga erishganlar ko'pincha yaxshi o'qiganlar emas, to есть eng zo'r bahoga o'qishini o'zi kam va hayotida o'sha biznes ochgan yoki qandaydir katta korxonaga top menejment bo'lishga kirgan talabalarning ko'pi yangi tanishuv soni ko'p bo'lgan ekan. Mana shu o'qish jarayonida 5 yil o'qisa, 5 yil jarayonida muvaffaqiyatga erishgan talaba o'rtacha 3000 ta yangi tanishuv qilsa, mana bu hali sekinroq muvaffaqiyatga erishayotgan yoki hali uncha katta natijalarga erishmagan talaba o'rtacha 50 ta 100 ta odam bilan tanishuv qilar ekan. Bu degani nima degani? 3000 ta odam bilan yangi tanishuv qilish bu 5 yilda realistik raqam. Siz ham qayerga borishingizdan qat'iy nazar, sport zaldamisiz yokida siz qaysidir restorandamisiz, endi atrofingizda o'qib yurgan treningdamisiz, qaysidir joydamisiz, xullas har doim networking qilish, o'zingizga o'zingiz bir ham qoida qilib olsangiz bo'ladi. Mana shu joyga borib ikkita yangi tanishuv orttiraman. Shu o'zingizni hamfikrlaringizni yangi tanishuv orttirish uchun siz o'zingiz qiziqarli gaplar, o'sha qiziqarli inson bo'lishingiz kerak. Bir xil o'ylaydi, nimaga men bilan yangi tanishuvlar qilsam ko'pchilik gaplashib kelmaydi yoki nimadir boshqa. Chunki siz qiziqarli bo'lmasangiz, odamlarga qiziqmassiz. To есть har doim qandaydir g'oyalaringiz bo'lishi kerak, qandaydir qiziqarli fikrlaringiz bo'lishi kerak. O'zingiz qiziqarli inson bo'lishingiz kerak. O'zi qanaqa inson bu deganda gaplashgisi kelish kerak odamlarni siz bilan. Shu networking degani yangi o'zingizga do'stlar orttirish. Mana atrof muhit qanday qilib kuchaytiraman desangiz, mana shu networkingni rivojlantirib. Ko'ring, YouTube'da videolar o'qing, ko'ring qanday qilib odamlar bilan do'stlashish, qanday qilib umumiy til topish. Endi men unaqa YouTube roliklar uncha ko'p ko'rmaganman, kitoblar o'qiganman. Endi bilmadim, menga oson. Hozir juda tez tanishib keta olaman. O'zimga o'sha qayerdadir borsam kim bilandir va juda ham ko'p, men o'zim tajribamdan kelib chiqib aytaman, menga bu keyin yordam beradi. Juda ham misol bir xil insonlar bilan tanishaman, u insonlar bilan boshqa hech qayerda tanisha olmas edim.
Bunaqa insonlarni izlab ham topa olmaysiz, keyin xohlasangiz. Lekin mana shu tadbirga u ham kelgan, xuddi mendek. Men u inson bilan borib, nima bilan shug'ullanasan? Men bu bilan shug'ullanaman, ismim bunaqa. Sanchi, ismim bunaqa, nima bilan shug'ullanasan? Bunaqa deb so'rab gaplashib, har doim hozircha u inson bilan birga hech qanaqa hamkorlik qilish niyatim bo'lmasa ham, keyinchalik aniq esimda bo'ladiki, shu inson shu yerda bor edi deyman. Qo'shimcha, u ham sizdan qandaydir sizni xizmatingizni sotib olishi mumkin yoki siz bilan qandaydir do'stlashib qolishingiz mumkin. Prosta odam bir-biriga ma'qul kelib, yaqin do'st bo'lib, maslahat berib turishingiz mumkin bir-biringizlarga. Shunday qilib, xullas har doim shu atrof muhitingizni kuchaytirib, networking bilimini o'rgansangiz, mana shu 5 ta qadamni men aytgandek bajarsangiz, men katta ehtimol bilan sizga aytaman, yaqin 1-2 yil ichida siz katta natijalarga erishasiz. Agarda shu men aytgandek shu narsani bajarsangiz. Shu 5 ta maslahat, o'zi men kimman? Bir xil o'ylaydi, siz o'zi kimsiz? Meni ismim Dostonjon Soyibov, hali meni tanimaydiganlar bo'lsa, 28 yoshdaman, amaldagi tadbirkorman. Bugungi kunda 40 tadan ko'p xodimim bor. 9 yildan beri o'zim amaldagi tadbirkorman va biznesimni faoliyatini yuritib ketaman. Shu kungacha 4350 tadan ko'proq shogird chiqardim va asosiy men o'rgatadigan yo'nalish bu noldan biznes boshlash va bor biznesni rivojlantirishni o'rgataman. O'rtacha o'quvchilarimiz noldan o'z biznesini boshlab, birinchi 1,5-2 oy ichida o'rtacha sof foydasi 10-15 million sof foyda ishlashadi. Umuman hali bilimi yo'q, biznes qilmagan insonlar. Amaldagi tadbirkorlar o'rtacha 2,5 barobarga o'sadi. Bu degani, agar oldin 10 million ishlab yurgan bo'lgani bo'lsa, hozir bizga o'qish kelib 20 million, 25 millionga o'sadi. Agar 100 million ishlab yurgan bo'lsa, 200-250 million. Vot, shu kungacha shuncha bilmayman, o'ylayman, yaxshi natijalarga erishdim o'zim yoshimga qaraganda. Endi agarda sizda ham qandaydir qiziqish paydo bo'lgan bo'lsa, aytishingiz mumkin. Doston, mana shu noldan biz boshlamoqchiman. Pulim yo'q, bilimim yo'q, tajribam yo'q, qandaydir biznes soha bilmayman, qanday biznesdan boshlash kerakligini ham bilmayman deyotgan bo'lsangiz yokida biznesim bor-u, shu nimadir yetishmayapti shu o'stirish uchun, nimadir xalaq beryapti, shuni bila olmayapman deyotgan bo'lsangiz, siz uchun men qanday qilib 2026-yilda noldan biznes boshlab, bosqichma-bosqich birinchi 10 millionga, keyin birinchi 50, keyin 100 millionga chiqish bo'yicha dars tayyorladim. Erta men bosqichma-bosqich sizga ko'rsatganman. Birinchi buni qilasiz, ikkinchi buni qilasiz, uchinchi buni qilasiz, to'rtinchi buni qilasiz. Shu videoni o'zini ko'riboq siz biznesingizni уже boshlashingiz mumkin. Va bu video dars uzun emas. Men yomon ko'raman uzun darslar qilishni. 45 daqiqa. 5 soat emas, 10 soat emas, 2 soat emas. 45 daqiqa ichida butunlay hamma narsani o'rgana olmasangiz ham, lekin shu bosqichma-bosqich qanday qilib birinchi 10, 50, 100 millionga chiqishni o'rgatganman. O'sha videoni mutlaqo sizlarga bepul beraman. Pastdagi havola orqali yoki mana shu ekranda chiqadi, mana shu ekranda qayerdadir chiqadi. Bitta bosib ustiga shu videoni ko'rib, o'zingizlarning hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Va mabodo agar bizning o'qishimizga, bizning o'sha jamiyatimizga kelib boyagidek atrof muhitni kuchli insonlar bilan qurshamoqchi bo'lsangiz o'zingizni, pastda havola bo'ladi, shu havolani sirasi to'ldirib, ariza qoldirsangiz menejerlar bilan aloqaga chiqadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, o'zingizni fikringizni, insightingizni kommentariyada yozib qoldiringlar va eng muhimi like bosinglar va o'sha kimgadir balki shu video foydali bo'lar, o'sha insonga yuborib qo'yinglar. Foydali bo'lsa, o'sha inson sizdan ertaga minnatdor bo'ladi, rahmat aytadi. Va обязательно kommentariy yozib obuna bo'linglar, chunki obuna bo'lmasanglar meni yo'qotib qo'yish ehtimolinglar juda baland. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.